Top Coach o'zi qanaqa loyiha? Talabalar bor, ularga yo'l olib ko'rsatilgan o'sha universitetga tayyorlaydigan mentorlar. Biz shu narsani amalga oshirdik. Ularda ham shu muammo bor, ya'ni universitetga qanaqa topshirish. Bu muammo hamma joyda, ya'ni global problem desa ham bo'ladi. Ochiq, arzon, transparent yo'llar orqali yechishni rejalashtirganmiz. Shunaqa murojaatlar bo'lganmi? Misol uchun qanaqadir hujjatlar, xatlar, talabalar o'zinglar qilib beringlar hammasini degan murojaatlar bo'ladimi? Okey, bizga yoqdi startapingiz, lekin bola qilishni rejalashtiryapsizmi? It's my product, it's my baby, right? It's my company. Mani ignor qilishadi. Bu yomon ta'sir qiladi. Qo'pol qilib aytganda, biz baliqni bermaymiz, lekin qarmog'ini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. On Startup Base rubrikasiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Top Coach startapi asoschisi Orzugul Umarova. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Siz ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalo so'ramoqchiman, Top Coach o'zi qanaqa loyiha? Top Coach platformasi bu mentorlik platformasi hisoblanadi va biz platforma orqali dunyoning nufuzli universitetlariga kirmoqchi bo'lgan yoshlarni aynan o'sha universitetlarda o'qiyotgan va tugatgan mentorlarimiz bilan bog'laymiz. Ya'ni endilikda yoshlar bemalol platforma orqali bizning top mentorlarimizdan one-to-one session, ya'ni individual sessionlarni olishlari mumkin. Bu orqali biz aynan admissions processni, ya'ni o'sha top universitetlarga topshirish jarayonini ochiq va arzon qilishga harakat qilyapmiz. O'zi Top Coach platformasi qanaqa ishlaydi? Mana oddiy foydalanuvchi sifatida men foydalanmoqchiman platformadan. Nima qilishim kerak bo'ladi? Avvalambor platformaga kirganingizda siz sign up degan tugmasi bor, ya'ni qo'shilish, registratsiyadan o'tish. Unda ikki xil usul bor. Siz mentor bo'lib qo'shilishingiz mumkin va student bo'lib, talaba bo'lib. Endi talabalar uchun student bo'lib qo'shilganingizdan so'ng sizda dashbord hosil bo'ladi va bu dashbordda siz aynan mentorlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizni xohishingiz, qiziqishlaringiz va qaysi davlatga topshirmoqchi bo'lganingizga qarab sizga mentorlar taklif qilinadi. Bundan tashqari bizda aynan talabalar uchun sun'iy intellektdan foydalangan holda o'zini yo'nalishini tanlash imkoniyati mavjud. Ya'ni siz u yoqda o'sha sun'iy intellekt orqali biza tayyorlagan 48 ta savollar mavjud. O'sha 48 ta savollar sizning qiziqishlaringiz, kasbiy maqsadlaringizdan kelib chiqqan holda sizni ma'lum bir davlatdagi universitetlarning yo'nalishiga bog'laydi. Ya'ni taklif qiladi. Okey, Durdona, sizda mana bunaqa qiziqishlar bor, mana bunaqa karyerning go'llar bor. Shunga sizga masalan Garvarddagi, Stanforddagi mana bu maktab to'g'ri keladi deb siz o'sha yo'nalishga tayyorlanishni boshlashingiz mumkin. Hozirda bizda 50 dan ortiq aynan top mentorlarimiz mavjud. Ular dunyoni pechak gul ya'ni o'sha Ivy League universitetlarida va Russell Group University UKdagi va Yevropadagi eng top universitetlarda o'qigan, bitirgan va o'qiyotgan talabalar hisoblanadi va ulardan ham siz talaba sifatida, ya'ni menti sifatida bemalol 30 daqiqalik va 60 minutlik individual sessionlarni olishingiz mumkin. Oldingi intervyularingizda o'qigandim. Umuman mana shu platformani yaratish g'oyasi Amerikaga ketayotganimda paydo bo'lgan degan o'qigandim yoki adashyapman. Amerika emas, Angliyaga. Angliyada, da. Bu o'zimni hayotimdan kelib chiqqan. Ya'ni men o'zim top universitetda o'qishni juda ham xohlaganman, lekin aynan o'sha paytda menda yetarli ma'lumotlarni topolmaganman, yetarli mentorlarni, ya'ni o'sha menga aynan insholarni qanaqa qilib yozish, qanaqa hujjatlar tayyorlashi, o'zi universitetga topshirish uchun nimadan boshlash kerak, qachon boshlash kerak degan savollarga men javob topolmaganman. Chunki mentor bo'lmagan va shunga o'xshash platformalarni ham topolmaganman. Consulting agentstvalar esa, ya'ni an'anaviy agentstvalar juda ham qimmatli qilgan. Shu sababli men 3 yillik qilganman. Ya'ni shu failure, o'sha muvaffaqiyatsizliklarimda o'sha mevasi sifatida shu platformani aytsam bo'ladi. Men jamoamiz bilan biz xohlaganmiz shu endilikda o'sha talabalar bemalol publicly open
platformaga kirib, ya'ni hamma uchun ochiq bo'lgan platformaga kirib, o'ziga mos mentor tanlab, bemalol darslarni olsa bo'ladi. Ya'ni u yoqda narxlar ham ko'rsatilgan, sessionlar ko'rsatilgan, mentor bilan nimani o'qishini bemalol oldindan mentorga o'sha mesej orqali yuborib o'rganishi mumkin. Shu protsessni tezlashtirishi, osonlashtirishi va transparent qilishni xohlaganmiz. Mentorlarni qanaqa saralanadi? Ularni qaysi sohaga qarab saralanadimi? Qanaqa bo'ladi? Bizni mentorlarimizni o'zi turli xil diverse qilishga harakat qilamiz va biz ularni sifatiga judayam e'tibor beramiz. Ya'ni mentor bo'lib, top coachga mentor bo'lib kirish oson emas. Uning uchun siz birinchi navbatda top universitetiga kirgan bo'lishingiz kerak va mentorlik tajribasiga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'sha nechtadir talabalarni o'qitgan yoki aynan o'zingiz sohangizda talabalarga o'qishga kirishga yordam bergan bo'lgan bo'lishingiz kerak. Va hozirda biza kunli, doimiy ravishda mentorlarni rekrut qilamiz. Chunki biz xohlaymiz, ma'lum bir talaba kirganda platformaga, unda judayam ko'p optionlar bo'lishini, Amerikani xohlagan universitetdan mentor topa olsa, xohlagan yo'nalishda yoki Angliya yoki Yevropa, Middle East deymizmi, shuning uchun har kuni biza LinkedIndan doimo mentorlar qidiramiz, ularga mesej yuboramiz, ular bilan intervyular o'tkazamiz. Bizda hozirda 4 xil mentorlik dasturi mavjud. Ya'ni siz mentor bo'lib, pro bono mentor bo'lishingiz mumkin. Bu degani, masalan, ba'zi bir talabalar bor, yoshlar bor yoki mentorlar bor. Ular shunchaki ko'ngildan chiqib volontyorlik qilishni xohlaydi va bepul bolalarni o'qitishni xohlaydi. Haftasida 2 soat yoki oyda 4 soat. Bular bizga pro bono shaklda mentorlikda o'tishi mumkin. Ya'ni bu ular social impact qilishni xohlaydi. Va bizda junior, senior, expert mentorlarimiz mavjud. Junior mentorlar bular endigina bakalavriatga kirgan, bir ikkita talabani o'qitgan, tajribasi sal kamroq. Senior mentorlar tajribasi ko'proq, talabalari allaqachon universitetga kirgan. Expert ular PhD bosqichida o'qiyotgan yoki tugatgan, ko'pgina talabalari grantlar yutib olgan, aynan shu yo'nalishlarda 5 va 8 yildan buyon faoliyat olib borayotgan mentorlar hisoblanadi. Biza turli xil qilishimizning sababi bu yoqda yana bir narsa, bu transparency, ya'ni bola uni tajribasini ko'radi kirganda platformada, mentor tajribasini, uni qayerda o'qiyotgani, masalan, bizani mentorlarimiz oldingi darslardan revyulari bo'ladi, ularni tekshirish mumkin va narxlarini solishtirib o'ziga mos mentor bilan darslarni o'tishi mumkin. Bu platformada hozir shunda asosiy daromad manbai nima? O'sha talabalardan keladigan pulmi yoki boshqa yana investitsiyalar yoki qanaqadir manbalar bormi? Bizda asosan hozir aynan biznes modelimizda 2 xil revenue oqimi mavjud. Birinchisi mana shu sessionlardan biz o'zimizga commission fee olib olamiz. Talaba mentorga to'laydi va biz undan commission fee olamiz. Ikkinchisi esa bizda platformamizda intensivniy full support kurslarimiz mavjud, programlarimiz, ya'ni talaba qo'shilgandan so'ng o'sha talabani vaqti, uni xohishi, uni qayerga o'qishga topshirayotganidan kelib chiqib biza 1 yillik va 6 oylik intensiv programlarimiz mavjud. Unda bitta mentor emas, уже siz bilan 6 ta mentor ishlaydi. Investorlar juda ham ko'p, qiziqayotganlar, mahalliy, xalqaro investorlar ham Qozog'istondan yoki Domino Venturesdan ular ham aloqaga chiqishdi, ular bilan ham intervyular, o'sha sessionlar o'tkazdik. Investorlar hozir asosan 2 ta narsaga o'ylanishyapti. Birinchisi scalability, ya'ni startapi nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa MDH davlatlarda, Markaziy Osiyo davlatlarida ko'rish xohlashadi. Bundan tashqari recurring revenue, ya'ni takrorlanadigan revenue. Va biz hozir shuni ustida ishlayapmiz. Har oy shu takroriy revenue olib keladigan dasturlarimizni o'sha traction ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Va bizda birinchi investitsiyamiz kiritilgan $40,000 va yana o'sha aytib o'tilgan faoliyat yuzasidan ko'proq ishlarni amalga oshirib, kelajakda ham umidimiz bor. Ishlayapmiz. Bu
loyihangizni boshida investitsiya olgansiz, shunda to'g'rimi? Yo'q. Loyiha launch avgustda bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2025-yil avgustda bo'lgan bo'lsa, biza 26-yili boshida investitsiyani. Chunki rahmat. Chunki u yoqda traction ko'rsatdi va bizani aytib o'tgan full support programmamizga Qozog'istondan va Qirg'izistondan talabalar mavjud. Bu esa bizning startapimizni nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham chiqishiga dalolat beradi. O'zi odatda mentorlar talabalarga asosan yo'nalish beradi-da. Ular talabalarni qanaqadir ishini qilib bermaydi. Shunaqa murojaatlar bo'lganmi? Misol uchun qanaqadir hujjatlar, o'sha xatlar, talabalar o'zinglar qilib beringlar hammasini degan murojaatlar bo'ladimi? Polniy va boshidan oxirigacha hujjat topshirish masalalarini shunaqa murojaatlar ham olasizlarmi? Bunaqa ko'p bo'lgan. Asosan ota-onalar kelishadi. Ota-onalar murojaat qilishadi. Mana shuncha pul beraman, xohlagan pulingizni beraman, farzandimni shu universitetga kiritib qo'ying deb. Lekin biza bunga juda ham qarshimiz, chunki biza an'anaviy konsalting agentlik emasmiz. Ya'ni bizani asosiy qoidamiz mavjud. Biza yo'l yo'riq ko'rsatamiz bolaga. Bolani o'zi, o'sha talabani o'zi hamisha qilishadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, biza baliqni bermaymiz, lekin qarmog'ini beramiz. O'sha orqali ular o'zini kashf qilishadi, o'zini hikoyasini o'sha universitetlarga mos ravishda, topshiradigan yo'nalishga mos ravishda prezent qilishni o'rganishadi. Chunki top universitetlarga sizni fikrlashingiz muhim. Sizni fikrlashingiz, sizni kimligingizni bilish xohlashadi. Qanaqadir yollangan agentliklar yozgan generic essaylar ma'lum bo'ladi va aynan top universitetlardan umidingizni uzsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz top universitetga fokus berganimiz uchun aynan ularniki point of view'sidan gapiryapman. Men Top Coach platformasiga kirganimda mentorlar narxlarini ko'rdimda, u yerda mana $20 o'rtacha hisobda $50 bor. Boya aytib o'tdingiz-ku, mentorlarni saralashda mana 3 xil turdagi mentorlar bor. Ya'ni mana shu narxlar uni mentorning darajasiga qarab farqlanadimi shunda? Shunaqa. $20 sessiya bilan $50 ichida qanchalik katta farq bo'ladi? Bu yoqda qarasangiz, vaqtida ham farq bor. Ya'ni kimdir 30 minut ko'rish xohlaydi, 30 minut dars olish xohlaydi, 1 soat dars olish xohlaydi. Masalan, 30 minut $25, senior mentor oladigan bo'lsak, 1 soati $50. Chunki bolalar ko'rish xohlaydi. Mana yarim soatda men shu mentorni ko'raman, ular bilan gaplashaman, agar ma'qul kelsa, keyin yana ko'proq vaqt soat sotib olishim mumkin degan fikrda. Siz savolingizga keladigan bo'lsak, albatta farq qiladi. Masalan, o'zingiz tasavvur qiling, masalan, endi o'qishga kirgan, o'zi shu yo'lni bosib o'tgan, endi o'qishga kirgan talaba bilan o'sha yo'lni bosib nechtadir talabani o'qitgan mentori, ikkita mentor qo'ysak, ko'proq tajriba albatta bunisida bo'ladi, to'g'rimi? Tajribaga ham asoslanadi. Chunki dars o'tilishi bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, essayni tahrirlash, to'g'rimi? Insholarni tahrirlash yoki o'sha talaba uchun roadmap qiladi, college list tayyorlaydi, to'g'rimi? Bu mentorimiz, ya'ni o'sha experienced mentorimiz necha yillardan beri u yoqda ishlaydi, nechta talabani o'qitgan, u allaqachon biladi talabani qayerga olib borishni, qanaqa roadmap qilishi. Bu talabamiz esa hali fresh, to'g'ri, u ham bilishi mumkin. Baribir ham tajribaga asoslangan holda bo'ladi. Narxlari ham va result ham. Tushunarli. Shunda hozirgacha qancha talaba ya'ni qancha foydalanuvchiga ega ushbu platforma? Bizda hozir o'zi userlar soni 20 mingdan oshiq va yana bir bor aytaman, bu faqat O'zbekistonda emas, Markaziy Osiyo bo'yicha bizning userlarimiz aynan pul to'lab mentorlik va bizning programmalarimizni sotib olganlar buni 5% ni tashkil qiladi o'rtacha. Bu o'ylayman hozircha yaxshi conversion. Chunki biza aynan subscription modeliga hali o'tish, endi o'shani rejalashtiryapmiz.
subscription modelida hali yangi featurelar qo'shish, o'shani ustida mahsulot ustida ishlayapmiz. Bundan keyin conversion yaxshilanishi va bundan ham oshishini umid qilyapmiz. Hozir mana mahsulot ustida ishlayapmiz dedingiz. Men o'zi so'ramoqchi edim. Asosiy fokus mana mamlakatgami yoki foydalanuvchilar sonigami yoki mahsulotgami hozir prioritetda ketyapti sizda? Yaxshi savol. Biza umuman olganda uchalasiga ham qanaqadir fokus qilamiz. No, asosan birinchi o'rinda mahsulot. Chunki agar mahsulotingiz yaxshi bo'lmasa, siz boshqa davlat, eng zo'r rivojlangan davlatlarga borib startapingizni ko'rsatsangiz ham uni foydasi yo'q. Shuning uchun hozir biza sun'iy intellektdan foydalangan holda aynan student dashboard rivojlantirishi ustida ishlayapmiz. Ya'ni siz talaba sifatida endi oddiy mana admission foundations deydi, ya'ni college listingizni o'zingiz tuza olasiz. Qanaqa hujjatlar kerakligini, applicationingizdagi hujjatlarni o'zingiz track qila olasiz. Bundan tashqari essaylaringizni yozganda o'sha insholaringizni yozishda yo'l-yo'riq ko'rsatadigan AI qilamiz. Ya'ni AI siz uchun essayni yozib bermaydi. Siz ma'lum bir essayingizni kiritganingizda sizga recommend qiladi. Okay, sen mana bunaqa yozibsan, mana bunaqa experience kiritsang bo'ladi. Shu fikringga moslab degan suggestion beradigan, ya'ni promptlarni shunaqa qilib train qilyapmiz AI ni. Va bu mahsulot yangi mahsulot va umid qilamiz juda ham hammaga foydali mahsulot bo'ladi. Bu biza o'sha nomini Topcoach community, ya'ni Topcoach hamjamiyati deyapmiz. Va undan foydalanib yoshlar mana shu an'anaviy consulting agentstvalariga minglab dollarlar beriladigan ma'lumotlarni o'zi tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari yana biza maktablarda school counselor degan kasb position bor bilsangiz. Hozir private schoollarda va presidential o'sha prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarda bu pozitsiya bor. Ular bolani, o'sha o'quvchini chet el universitetiga topshirishga, hujjatlarni tayyorlashga yordam beradi. Va biza mana shu counselor dashboard qilganmiz. Shu positiondagi, ya'ni counselorlar uchun dashboard yaratdik. Uni hozir 6 ta maktab bilan sinovdan o'tkazyapmiz, pilotni. Biza u orqali maktablarga maktab direktori bo'ladimi, uni menejeri bo'ladimi, barcha studentlar, ya'ni o'sha high schoollar, ya'ni 9-dan 10-sinfgacha o'quvchilarni bitta platformaga yig'ib, uni track qilishini usulini beradi. Ya'ni siz maktab direktori sifatida men hozir har bir o'quvchimni qaysi universitetga topshirayotganini, applicationni qaysi qismidaligini, qanaqa insholar yozganini, hujjatlari tayyormi, uni SAT'si nechi, IELTS nechi, hammasini ko'rib turaman. Biza maktab direktorlari va shu maktab konsulorlariga ishini juda ham osonlashtiryapmiz. Chunki ularning vaqti yo'q. Har bir o'quvchi bilan individual ko'rishib, ularni tinglab, ular xolasa shundoq hamma o'sha o'quvchilarni biz platformaga onboard qilib beramiz. Ko'rib, kimda kamchilik, kim yaxshi ishlamayapti, kimga o'sha attention kerak, o'shanga bemalol platforma orqali kerak bo'lsa mentorlik tavsiya qiladi. Masalan, siz o'quvchi sifatida kirsangiz, men sizni, например, direktoringiz yoki konsuloringizman. Durdona, sen essayingda qiynalayotgan ekaning, ko'rib turibman. Давайте men sen bilan session qilamiz. Mana vaqtimni belgilagin. Sen bemalol shu vaqtda kirib, nima savoling bo'lsa berishing mumkin degan. Chunki bilamiz, direktorlar yoki shu konsullar har doim majlislar yoki shunga o'xshash ishlar bilan qiynalishadi, ko'p vaqti yo'q. Bu orqali biz ularning ishini osonlashtiryapmiz. Mana shu ikkita asosiy mahsulot ustida ishlayapmiz hozir va shu orqali biza subscription modeliga o'tishni rejalashtiryapmiz. Ajoyib. Mana boshqa startap asoschilari bilan ham suhbatlashganimizda mana bu sun'iy intellektni ishlatishayotgani juda ham imkoniyatlarni ochyapti deb ko'p ta'kidlashadi-da. Orzugul, siz o'zi ko'p sayohat qilasiz, sizni taniyman va xorijda tahsil olgansiz. Mana O'zbekistonda ham qanchadir muddat mana bo'lasiz. So'ramoqchiman-da, O'zbekistonda startaper bo'lish bilan Amerikada startaper ayol bo'lishni qanaqa farqlarini his qilgansiz? Albatta, bu farqni juda ham
qilganman. Ya'ni Amerikadayam man o'zim 1,5 oy shu akseleratsiyon programmani o'tganman. Aynan startap u yog'ida o'sha women founderlar bo'lgan. Va Hero o'zbek training. Hero trainingda Yeah, Hero trainingda bo'lganman. Va O'zbekistonda ham hali bu sohaga yangi bo'lsam ham har xil eventlarga taklif qilishadi va har xil o'sha pitch competitionlarda qatnashganmiz va shuni tushunib yetganmanki, ikkalasida ham bor qiyinchilik. Ya'ni ayol founder bo'lish o'zi juda ham qiyin. Ya'ni competition juda baland. Ya'ni startup sohasida aynan sizni genderingizga e'tibor berishmaydi. Siz mahsulotingizga, sizning biznes modelingizga qancha pul olib kelyapsiz, kompaniyangiz necha pul valuation bo'lishiga qaraladi. Lekin men aynan O'zbekistonda his qilganman. Biz masalan ko'p networking eventlarga borganimizda, turmush o'rtog'im ham shu sohadalar. Aynan men o'zim endi o'sha to'pkoch haqida gapirganimizda, produkt haqida gapirganimizda, endi ko'p bilasiz, ko'p erkaklar bu sohada. U erkaklar turmush o'rtog'imni eshitishadi. Bu meni mahsulotim, to'g'rimi? Like ular o'sha Abduldan savol so'rashadi. It's my product, it's my baby, right? It's my company. Mani ignor qilishadi. Bu yomon ta'sir qiladi. Ya'ni ularni nazdida, ya'ni ayol kishi, okay, she doesn't know anything, she's not doing anything. Masalan, shunaqa deb o'ylayman. Bu narsa juda ham bilmadim qanaqadir darajada ignor qilishi, ya'ni basic. ha. Bundan tashqari yaqinda o'sha o'zim o'rtog'im ayol founder, ular har xil o'sha investorlar bilan ko'rishganda aytib qoldi. Endi hali bu narsa menda bo'lgani yo'q. Aynan undan so'rashibdi. Okay, bizga yoqdi startapingiz, lekin bola qilishni rejalashtiryapsizmi? Like, where is the connection? Buni ya'ni planiруете беременность-da. Bu birinchidan shaxsiy chegaradan o'tish. Ikkinchidan uni nima aloqasi bor? Ya'ni to'g'ri, bola bo'lganda qanaqadir vaqtni olishi mumkin, lekin o'zi startup founder bu hamma narsaga javobgar. O'zini biznesiga ham yoki timga ham hammasiga o'sha javobgarlikni his qilgan holda shu startapga kirib kelgan, to'g'rimi? Bola bo'lsa ham baribir o'zi uni joy-joyiga qo'yib vaqtini topadi, keraklisini ham qiladi, to'g'rimi? Bu narsa, bunaqa savollarni berish nimaga aynan erkaklardan so'ralmaydi? Okay, bolangiz bormi yoki bolangizni nima qilasiz deb ayollardan so'raladi bu narsa. Va o'sha sababli o'sha o'rtog'im отказ qildilar. Investitsiya kelayotgan joyda yo'q, bu savolni berish noto'g'ri. Bilmadim, balki kelajakda shu ayollarni ham erkaklar bilan birga teng ko'rish bizda bo'lib qolar. Lekin juda ham xursand qiladi. Hukumatimizda ayol founderlar uchun juda ham ko'p, o'sha startaperlar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Grantlar berishadi har xil. Men o'zim masalan Pizza Pitch yoki boshqa grantlarni olganman. Yulduz Tech Award bor, masalan, aynan IT Park tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Bunaqa imkoniyatlar albatta bizga o'zimizni ustimizda yanada ishlashi, yanada shu sohada okay, men hech kimdan kam emasman, men ayolligim hech nimani to'sqinlik qilolmaydi, limit qilolmaydi degan narsani beradi. Bu yaxshi. O'ylayman, yaqin oralarda, yaqin kelajakda shunaqa stereotiplar yo'qoladi. Ya'ni ayol startaper bo'lish, bu erkak startaperdan hech qanaqa farqi yo'q. U startaper. Shunaqa. Bu loyihada sizni ushlab turgan narsa nima? Ambitsiya, pul, or social impact? Juda ham yaxshi savol. Chunki men o'zim ko'p bo'lgan shunaqa situatsiyalar, ya'ni bo'lmaydi. Ko'p investorlar masalan rad qilganda yoki pulimiz qolmaganda timga o'zi hozir masalan revenue bo'lyapti, lekin ba'zi oylar bo'lgan shu timga salary topilmay qolganda o'zimni masalan salarimdan yoki o'zim o'sha savingimdan berganman. O'sha paytda bo'ldi, boshqa joyga kirsam, masalan, meni diplomim zo'r, chetda o'qiganman, qaysidir corporate jobga kirsam, zo'r ishlab, bemalol hech qanaqa responsibilitiesiz ishlay olaman degan paytlarim bo'lgan. Menda eng asosiy narsa bu o'zimdan nimadir qoldirish. Ya'ni buni social impact deyishingiz mumkin yoki buni bilmadim,
future generationga, keyingi mana bolalarim yoki mana atrofdagilar, qarindoshlar, relatives, o'rtoqlar shu mani ko'rib, mani yaratgan nimanidir ko'rib, okey, bizani o'rtog'imiz shunaqa qilgandi yoki bizani bilmadim, qarindoshimiz shunaqa qilgandi, mani как-то o'zlarini farzandlariga o'rnak qilib ko'rsatishlarini xohlayman. Va bundan tashqari startap orqali albatta jamiyatga yordam berish. Chunki startap aynan ta'lim platformasi bo'lganligi uchun ta'limda o'sha ma'lum bir muammolarni yechayotganligi sababli o'ylaymanki, shu har qanday startap o'sha ta'limda qanaqadir muammoni yechishi kerak, to'g'rimi? Bizaniki masalan biza ko'rdik, man o'zim boshimdan kechirganman va ko'plab atrofimdagi talabalar, yoshlar judayam bilimli, talantli, hamma narsani bilishadi, lekin ularga shunaqa yo'l yo'riq ko'rsatadigan odam kerak, ya'ni mentor. Va shu bo'shliq bor bozorda, shuni ko'rdik, ya'ni gap talabalar bor, ularga yo'l yo'riq ko'rsatadigan o'sha talaba universitetga tayyorlaydigan mentorlar yo'q. Biza shu narsani amalga oshirdik. O'ylaymanki, bu orqali nafaqat O'zbekistonda, chunki bu admissions faqat O'zbekistondagi yoshlarning problemasi emas, butun dunyoda, даже hattoki Amerikada borganimizda ham ko'pchilik o'sha high schoollar bilan uchrashdik, maktablarga tashrif buyurdik. Ularda ham shu muammo bor, ya'ni universitetga qanaqa topshirish. Bu muammo hamma joyda, ya'ni global problem desa ham bo'ladi. Va biza shuni aynan oldin aytib o'tgandek ochiq, arzon, transparent yo'llar orqali yechishni rejalashtirganmiz. Shu narsa ham mana startapda saqlab qoladi. O'zi har qanday startap muvaffaqiyatli bo'lish yo'lida har xil etaplardan o'tadi-da. Boya aytganingizdek, man bo'ldi, tashlab ketaman degan momentlar bo'ladi yoki yo'q, men oxirigacha qilaman degan holatlar bo'ladi. Ya'ni har qanday startaper har xil bosqichda har xil narsani o'rganadi. Deylik, qaysidir ma'noda, chunki jamoa bilan ishlaydi, har xil holatlarga tushadi. Hozir aytganingizdek, mana pul masalasida muammo bo'lgan deyapsiz. Mana shu Top Coach platformasida, mana shu startapingiz bo'yicha ishlaganingizda olgan eng katta sabog'ingiz, o'rgangan narsangiz nima bo'ldi? Men har kuni o'rganaman. Chunki hali endi shu Top Coach platformasini yaratganmiz. Har kuni xatolar bo'ladi, har kuni uni o'rganamiz va eng katta deya olmayman. Shu xatolardan biri, hammasi katta xato. Endi nima deydi, hammasi muhim darslar bo'lgan va shu darslardan biri bu jamoani to'g'ri boshqarish. Ya'ni lider sifatida oldin masalan, okey, sizga shu task berildimi, sizda vaqt bormi, yo'qmi, deadline'gacha qilishingiz shart, bo'lmasa you will be fired, right? Shunaqa mindset bo'lganmanda, chunki buni oldin o'zimda jamoa bo'lmagan, o'zim alohida jamoam. Va buni bir narsani tushunib yetdim. Jamoangizda siz boss emas, lider bo'lishingiz kerak. Lider deganda ham ular bilan birgalikda kechqurun uxlamay ishlash, ularni tushunish, chunki odamzodda o'zini kasal bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir muammolar chiqib qolishi mumkin, deadline'larni shunga ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun ham aynan task allocationda shunga e'tibor berish, jamoani to'g'ri motivatsiya berish, rag'batlantirish, chunki jamoangiz bo'lmasa, siz startapingiz ham yo'q, siz ishni qila olmaysiz. Masalan, qush qanotsiz ucha olmaydi. Siz ham startapingizni odamlarsiz, jamoangizsiz rivojlantira olmaysiz bir kishi. Shuning uchun aynan jamoani qanaqa boshqarish, ularni to'g'ri motivatsiya berish, rag'batlantirish, o'rni kelganda urushish ham shu narsani o'rgandim va o'rganyapman. Xorijga o'qishga topshirishda turli hujjatlar so'raladi. Ular juda ham ko'p. Aynan sizni platformangizga murojaat qilganda talabalardan, o'sha murojaatchilardan aynan qaysi qismi bo'yicha ko'proq murojaat kelib tushadi? Eng ko'p murojaat bu insholar yozish bo'yicha. Ya'ni bilmadim nimagadir bizada aynan writing uncha rivojlanmagan. O'sha personal statement deydi, o'zini hikoyasini universitetga o'sha yozish. Ko'p bolalar shunda qiynalishadi va eng ko'p tushadigan narsa bu essay yozishda yordam berish, uni tahrirlashda va o'sha topshirayotgan universitetiga moslab o'zini hikoyasini moslab yozib berish. Shu narsaga ko'p anaqa tushadi. Siz e'tibor bergan bo'lsangiz, IELTSda ham nimagadir talabalarda reading, listening boshqalardan zo'r 9-8 yarim oshadi-yu, writing pastroq.
buni sababi men o'ylayman kam kitob o'qishda. Chunki ko'proq kitob o'qisangiz writingingiz ham rivojlanadi. Va bizda aynan maktabda afsuski writing skilllarni oshirishga qaratilgan darslar mavjud emas. O'zingizni maktabda o'qigan paytlaringizni eslasangiz, eng ko'p yozgan esseyimiz, ingliz tilida yozgan esseyimiz bu IELTS uchun bo'lgan. Shu 250 ta so'zli IELTS uchun bo'lgan. Bu yerda boshqacha essey yoziladi. Bu yerda sizni shaxs sifatida qanaqa rivojlanganingiz, shakllanganingiz, jamiyatga qanaqa foyda tekkaningiz, failurlar bo'lganligi, o'zingiz haqingizda yozasiz, uni ham как metaforalar bilan qog'ozga o'rab berasiz. Bu esa albatta writing skilllarni o'sha yozuvdagi siz talantingizni talab etadi. Eng ko'p yordam beradigan bu albatta kitob o'qish, har xil artikellarni o'qish va research paper deyiladi, ya'ni ilmiy izlanish yozish. Chunki siz uni yozayotganingizda turli xil adabiyotlarni o'qiysiz va unga moslab siz tanqidiy yondashasiz va bu tanqidiy va o'sha like creative critical thinking deydi. Shunaqa rivojlangan o'quvchi yaxshi essay yoza oladi. Mana shu murojaatlar ichida sessiyalar olib, mentorlar bilan ishlagan talabalar, murojaatchilarning qanchasi hozir top universitetlarga kirgan? Endi qarang, o'zi platformamizni biz avgustda launch qilganmiz. Admissions results har yilda bir marta chiqadi. Lekin biz allaqachon rezultatlarni olamiz. Bizani yaqinda bir o'quvchimiz Garvardga kirdilar. Bundan tashqari Amerikadagi top universitetlar hozircha Ivy Leaguedan faqat Garvard va Gatsby University, Colorado, Chicago universitetlari, Middle Eastdagi New York, Shanghai universitetlariga o'qishga kirgan. Endi javoblar chiqyapti. Siz mendan so'rasangiz bu savolni mayni oxirida sizga to'liq ayta olaman. Mana shuncha o'quvchimiz o'qidi, mana shunchasi o'qishga kirdi, manimchasi grant orqali deb ayta olaman. Sizningcha nega O'zbekistondagi yoshlarda aynan Yevropada tahsil olishga ishtiyoq katta, juda ham xohish kuchli? Nima deb o'ylaysiz bu haqida? Ko'p sabablar mavjud. Birinchisi, o'ylayman, mana top universitetlarga ko'p o'zbeklardan borib o'qib qaytib kelishyapti, to'g'rimi? Ya'ni Eliyor Tumida jamg'armasi mavjud. Bizda o'zim ham Eliyor Tumida jamg'armasi stipendiyasini olib, Angliyada o'qib kelganman. Va o'sha o'zini tengdoshlarini yoki opalarini, akalarini universitetlarni, to'pov universitetlarni o'qib qaytib kelib, yaxshi joyda ishlayotganini, qaysidir proyektlarni yuritayotganini, jamiyatga foydasi tegayotganini sahnalarda ko'rishadi. Qaysidirlari ministr bo'lgan, ministr maslahatchilari va bu narsa yoshlarga motivatsiya beradi. Ular ham shu to'pov universitetlarni o'qib, yurtiga qaytmasa ham u yerdagi bilimlarni olib o'sha o'zini mutaxassisligi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishni xohlashadi. Shu narsa motivatsiya berishi mumkin. O'ylayman shu ikkinchisi o'zini tengdoshlari masalan borishyapti, o'qishyapti, ko'rishyapti, boshqa davlatlarga travel qilishadi. Masalan, internet bor hozir, Instagramda ko'rishadi storieslarni, travellarni yoki biror bir research paperni chop qiladi qaysidir yoki qaysidir masalan sessiyalardan o'sha fragmentlar qo'yishadi va uni ko'rib okey, bu ham manda inson, nimaga men o'qiy olmayman degan narsa bo'ladi. O'ylaymanki, o'zimizda shu talabga javob yo'qligi, ya'ni bolalar zo'r topovoy bilim olishni xohlashadi, top high quality education, lekin o'shanga javob beradigan universitetlar yo'qligi yoki qaysidir yo'nalishda aynan ular kiberxavfsizlik yo'nalishida bo'lishi mumkin yoki artificial intelligence'ni qaysidir boshqacha yo'nalishida o'qishni xohlashlari mumkin. O'sha yo'nalishni o'zimiz mahalliy universitetlardan topa olmasligi ham bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi startaperlarga qanaqa life hacklar aytgan bo'lardingiz? Birinchidan o'sha mahsulotga e'tibor berish kerak.
ko'pchilik mahsulotga emas, mahsulotini o'sha tayyor qilmasdan, qanaqadir revenuelarga, tractionlarga ega bo'lmasdan har doim investorlarga murojaat qilishadi. Bu xato. U bilan vaqtingiz ketib qoladi yoki har xil pitch competition. O'zim ham boshida shunaqa edim. Pitch competitionlarga borardim, qoldirmasdim bittasini ham. To'g'ri, bu experience olib keladi, lekin bu ma'lum miqdorda sizni energiyangizni oladi, vaqtingizni oladi. Shu vaqtga ketgan energiyangizni siz mahsulotni yanada rivojlantirishga sarflashingiz kerak va o'zingizni customerlaringiz bilan ko'proq muloqot qilishingiz kerak. Qaysidir produktingizni, mahsulotingizni sotib olgan customerlar bilan ikkinchi marta telefon qilib, o'zingiz founder sifatida ular bilan muloqot qilishingiz kerak, feedbacklarni olishingiz kerak. Faqat sales teamga yoki qanaqadir management teamga tashlab qo'ymasdan ko'chaga chiqish kerak, gaplashish kerak customerlar bilan. Men o'zim qilishga harakat qilaman. O'zimga o'zim anaqa yasab olganman. Shu haftada kamida 5 ta customer bilan gaplashish, bir haftada 5 ta. Bu bir oyda 20 ta bo'ladi. Va founder sifatida siz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan o'sha yoki intervyu deb aytaman, meeting, Google Meet'lar qilib, video call'lar qilsangiz, birinchi o'rinda ularni trustini, ya'ni loyalty'siga erishasiz. Ular sizni mahsulotingizga sodiqligi oshadi. Va ikkinchi o'rinda siz aynan o'sha customerdan o'zidan nima xato qilayotganingiz, ularga nima yoqmayapti, qanaqa yangi featurlar qo'shish mumkinligini o'rganasiz founder sifatida. Bu juda ham muhim. Chunki ma'lum bir mahsulot yaratganingizda siz uni foydali bo'lyaptimi, qayerda xato qilyapman, uni ko'rish uchun siz albatta customerlardan so'rashingiz kerak. Chunki siz o'zingiz ishlatib ko'ring, sizga yoqqan narsa ularga yoqmasligi mumkin. Bu orqali albatta sales ham oshadi va o'sha bir marta sotib olgan mahsulotingizni o'sha customer keyingi marta ham kelishiga yoki kimgadir refer qilishi mumkin friendiga. Shu ham oshadi. Bugungi suhbat uchun kattakon rahmat Orzugul. Loyihangiz bilan tanishganimizdan va bu haqda ma'lumot berganimizdan juda ham xursandmiz. Umid qilamanki, On Startup Base ruknini keyingi sonlarda ham ko'rishamiz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon, sizlarga ham omad. Men o'ylayman, mana shunaqa podkastlarga intervyular boshqa startaperlarga juda ham foydali bo'ladi. Chunki hozir aynan davlatimizda, jamiyatimizda startup culture rivojlanib boryapti. Har bir odamni bergan insayti boshqa endi shakllanayotgan founder uchun juda ham foydali. Omad ishlaringizga. Rahmat. Rahmat taklif uchun. Rahmat kattakon.